Yaxshi narxda DAF Euro 5 topib qo'yganman. Persep bilan komplekt holati. Narxini ham boshida aytib o'tib ketaman. 36500 AQSh dollar deb aytilyapti. Yana ozmos o'tib beriladigan joylari bor. Endi fura bilan birma-bir tanishtirib o'tib ketaman. Tigach 2008-yilda ishlab chiqarilgan DAF XF 105 460 tlik 8 tlik mexanika korobkada. Bosib o'tgan masofasi 1,724,000 km masofani bosib o'tgan. Baklari bu tomonda 900 litrli bak, u tomonda 450 litrli bak bilan jihozlangan AdBlue sistemalar uzdirib qo'yilgan. Mashinada keyin retardi ham bor. Balolarning holatini mana videomizda ko'rsatib o'tib ketaman. Oldi balolarning holatini ko'rsangiz bo'ladi. Ishlab turgan mashina yaqinda restdan qaytgan. Persep Kogel 2009-yilda ishlab chiqarilgan moslari Safmos Utka. Balolarning holatini videoda ko'rishingiz mumkin. Persepni ichlari ham usilinli qilib qo'yilgan ekan. Xullas, tegashda ham Persepda ham egalari kamchilik yo'q deb aytayaptilar. Agar qiziqqan bo'lsangiz, egalar nomerlarini videoni pastki qismga yozib qoldiramiz. Telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati Chortoq tumanida turibdi. Persepda ko'hna yashiklargacha mavjud ekan. Bu videoni mana shunaqa yaxshi narxda DAF Euro 5 qidirib yurgan barcha o'zingiz bilgan furajdan ishlarga jo'natib qo'ysangiz bo'laveradi. Hammaga rahmat.